Alloh subhanahu va taolo Rajab oyini ulug'lab aytadiki: "Fala tazlimu fihinna anfusakum." O'zinglarga bu oylarda zulm qilmanglar deydi. Inson o'ziga ikki jihatdan zulm qiladi. Birinchisi gunoh qilish bilan. Gunoh qilish bilan o'ziga zulm qiladi. Ashula eshitish bilan, harom narsalarga qarash, kino ko'rish, yolg'on gapirish, musulmonlarni g'iybat qilish bilan. Bu oyatda gunohlardan saqlaninglar, o'zinglarga zulm qilmanglar deydi. Ikkinchi tarafi inson ko'p ibodatlarda sustkashlik qilib o'ziga zulm qiladi. Farzlarni zoya qilib o'ziga zulm qiladi. Mana Ramazon yaqinlashib kelyapti. Bu kunlar, bu muborak oy yaqinlashgani sari biz ishtiyoqimiz ham ziyoda bo'lishligi kerak. Tayyorlanishni boshlashligimiz kerak. Salaf solihlarimiz mana shu Rajab oyini ekin ekish oyi deb bilishgan. Shuning uchun birodarlarim, aka-uka, opa-singillarim, sizlarga nasihatim xosatan bozorda yurgan, ertayu kech ish bilan, dunyo topish bilan ovora bo'lib yurgan birodarlarim, Ramazonga tayyorgarlikni boshlaylik. Qur'on o'qishni boshlaylik. Hali oldimizda Ramazonga 50-60 kun bor. O'qishni bilmasak, o'qishni o'rganaylik. Kunlik verdimiz bo'lsa Qur'ondan ko'paytiraylik. Kechasi turib namoz o'qishga odatlanaylik. 2 rakatdan bo'lsa ham boshlaylik. Bu oilada ibodatlarni qadri baland, ajr savoblari ham ko'p bo'ladi inshaalloh. Oralarimizda xafagarchilik bo'lganlar bo'lsa, oramizni to'g'rilab isloh qilaylik. Ahli oilamiz bilan muammolarimiz bo'lsa, isloh qilaylik. Er-xotin muammolarida taranglik bo'lsa, yumshataylik. Chiroyli suhbatlashishga harakat qilaylik. O'zgaraylik. Bir-birimizdan kechirim so'raylik. Farzandlarimizga e'tibor qarataylik. Ularni ham bu oilada nimalar qilishligini aytaylik. Ramazon oyi yaqinlashib kelayotganini sezsin. Bu oyda qilingan har yaxshiligimizni inshaalloh Alloh ziyoda qilib beradi. Yaxshi amallarga shoshilaylik.